Tezkor dollar kursi keskin ko'tarildi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 23-iyul kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 62,28 so'mga oshdi va 12.048,84 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 50,05 so'mga ko'tarilib, 13.741,70 so'm etib belgilandi. Rossiya rubli 0,79 so'mga oshdi va 152,88 so'mni tashkil qildi. Xitoy yuani 7,33 so'mga ko'tarilib, 1779 so'm etib belgilandi. Oltinning 1 grammi uchun narxi esa 200 so'mga oshdi va 1,837,400 so'mni tashkil qildi. TradingView ma'lumotiga ko'ra, bugun 22-iyul Toshkent vaqti bilan soat 16:00 holatiga ko'ra Bitcoin kursi 9,68,876 so'mga oshdi va 793,360,800 so'm etib belgilandi.